Faqat o'zim, siz tushmaysiz, o'zim. Tak. İkincisi benim. Yonimizda oluvchi keldi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liq yaxshimi? Mikrofon sizda bo'lib turadi. Aka, nima qaryapsiz? Nima qidiryapsiz? Bozorga kelsa nima yetakladi? Shu Yunusobod atrofida uy qiryapmiz. Uy qidiryapsiz. Ikki xonaliga Yunusoboddan, 65 atrofida. Yunusoboddan 60-65 atrofida ikki xonali. Nechinchi etajdan qaryapsiz? Novostroyka yoki ikkilamchi farqi yo'q? Ikkilamchi bo'lsa yaxshi, etajga farqi yo'q. Eng tepa etaj bo'lmasa bo'ldi. Oxirgi etaj bo'lmasa bo'ldi. Oxirgisi. Naqdga qaryapsizmi? Naqdga 60-65 ming atrofida. Shunaqa. 60-65 ming atrofida. Yashashganmi aka? Ijaraga tashlab qo'yishganmi? Xudo xohlasa. Ikkinchi Vaziyatga qarab, qarashi. Yunusobod qaysi atrofida bo'lsa? 4-5, 13, 4-5-13 atrofida. Megan atroflarimi? 5-13. Megan atrofi. Mega atrofida. Mega atrofida. Alo Aziz. İsmingiz nima edi aka? Shahzod. Shahzod? Shahzod aka. Nomeringizni mikrofonga aytish shart emas, o'zim olib qolaman. Aytavering, men tashib kesib yuboraman. Ko'rinmadingiz, xudo xohlasa. Qarab aka, tashiyman Shahzod aka. Bu olinmaydi. Prodes uchastka. Bu Muxtor Ashrafiy o'tgan safar men kechagina anuni chiqardim buni. Bu quruvyer sifatida eski uchastka aka, bizim qush kerak. Ha, 3 sotuvlik rost. 65 dedi, to'g'rimi? Yo'q, общий 65 ming. Muxtor Ashrafiy aka o'zi sotiga 20 mingdan, yo'q, nafaqat Muxtor Ashrafiy, Yashnobod aka Kadish atrofi 20 mingdan 35 minggacha. Rasmini tashing. Sotiga 20 mingni urganimizda ham 60 ming chiqadi. Lokatsiya ham kerak ekan hozirga. Bo'lsa, qachon ko'rish? Telegramda hozir yozib olsam. Ma'qul. Shu makler Akmal yozasiz, orasini ochmasdan. Chiqadi aka. Yoki telefon nomerini yozing. Izbrilidamisiz? Rasmini tashing, lokatsiyasini taxmin tashing. Hozir boramiz, desa borishimiz kerak. Ko'rsatish. Faiz kurdingizmi? Pasroqni. Nasha aka. Ha, bolada pul yig'ib, Menga aka o'sha 60-65 atrofida variantlar tashlab qo'ya oldik. Ha, 3-4 ta variant rasmlar bilan lokatsiyani xudoingizga tashing. Ma'qul. Aka, nomeringiz bor. Telefon qilaman. Xo'p, rahmat. Uy sotib oladigan bo'lsanglar ham aloqaga chiqaveringlar, xudo xohlasa. Yaxshi variantlardan qilib, tuzukroq variantlardan qilib, uy egalaridan olib, o'zingizga tashlab qo'yamiz. Qaranglar, uy olish niyatida kelsanglar ham, xudo xohlasa, murojaat qilsanglar bo'ladi. YouTube bilan birgalikda sizga uy qidiramiz, uy topamiz va siz uyni qilamiz, xudo xohlasa. Arendaga uy so'rab kelishdi, mana bolalar. Uy so'rab kelsanglar ham bo'ladi, arendaga. Uni ham qilib beramiz. Keling aka. Sotib olishganmi arendaga? Qatdan qaraysiz aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zim bitta mikrofoningizda bo'lib tursa-da, savol bersam javob berib turamiz. Men siz tushmaysiz aka, men o'zimman syomkada. Ha, qayerda uy qidiryapsiz aka? Yakkasaroydan qarayapsiz. Necha xonali aka? 2 xonali. Yakkasaroydan 2 xonalik. Yakkasaroy qaysi atrofingizga qulay lokatsiya qidiryapsiz? Yakkasaroy bo'lsa bo'ldi. Aha, Novostroyka ikkilamchi. Novostroykani qarayapsiz. Necha kvadrat atrofida qidiryapsiz yoki pul qancha bo'lsa? 60-70 kvadrat. Necha pulga olsa? Qanaqa rasm tashib bersa. Endi Novostroyka Yakkasaroyda aka 1,5 kvadrat metr 300 dan. Qolmayapti. 100 minglarga 80-100 minglarga borib qoladi. Dandiman yo'q, qarab tashlab beraman. Shunaqa qilsa bo'ladimi? Nomeringizni olib qolsam, ayting aka. Videoga chiqmaydi, o'zim yopib qolaman. Telegram kerak. Farqi yo'q, Telegram. Ha, Telegramdan tashlab turamiz aka. Siz menga aytsangiz bo'ladi. Kiring. 99 Hozir ham cho'qtamiz, a? 839 01 13 Akmal ismi. Yoki mazga yozaymi Telegramda?
Naqdga qaryapmiz, ipotekagami? Naqdga. Naqdga 100 ming 130 ming atrofida qaryapsiz. Yo'q, uncha emas. Ha, uzog'i 100 gacha bo'lsa kerak. 170-80 ming pulim bor, bitta mashinam bor, sotaveraman. Ha, 870 dan 80 minggacha. Endi Necha borsang bo'ladi? mayli, nasib endi bu aka, nimadir aytish qiyin. Tushdi aka. Siz qilyaptimi kim qildi? Boshqami? Ismingiz nima edi? Alisher. Alisher aka. Yozdingizmi Telegramdan? Alisher yozib. Bo'ldi, Alisher deb yozsiz. Yakka sora deb ham yozing aka. Tagidan yakka sora deb. Uni olasa tashlayman aka sizga. Shu nomeringizni ham yozib qo'ymadingiz aka. Yoki sizda chiqadimi menga? Mana yozib qo'ying Alisher aka. O'z nomeringizni. Xohlasa aloqaga chiqamiz aka, nasib xohlasa. Yaqin kunlarda uyli qo'yamiz. Ha, aka rahmat. Bitta mikrofon bizga berib tursam-da, aka, boshqatdan YouTube'ga joylashtirib. Bo'pti, o'zim yozib olsam bo'ladimi? Qayerdan qarayapsiz aka? U ketami? Yashovot Mirobod yakka so'roy metroga so'roy. Metro bo'lmasa Chilonzor 3 tepa. Ha, metro bo'lmasa Chilonzor 2 xona. Ha, bo'lmasa metro yaqin, Sergelida. Shima tekstomaga ro'paraymi? Naqdgami ipotekagami aka? Naqdga qancha atrofida qidiryapsiz? Dangacha. 53 atrofida. 50 dan 55 gacha. Telefon nomeringizni olaman, gaplashamiz. 55 gacha. Ismingiz nima edi aka? Sardor aka. Telefon nomeringizni yozib olib qo'ysam bo'ladimi? Bo'ldi, men hozir nomeringni beraman. Bu Sardor aka, xudo xolasa Telegram bor-a bu nomerda. Tashlab qo'yaman. Mana shu yerda variantlarni bitta qaravering aka. Olasiz mana Sergelida mana bunaqa anu bor, uchastka bor. 3 xona. 50 ming dollarga. 97. Qayerda joylashgan? Bu- Orqa tarafida. Da. Mana ro'd deb adashmasam. 288. Bu ro'dida duvdi adashmayotgan bo'lsam. Mas'ullar bor. Aka, mana shu nomerda. Ha. Mana shu nomerda. Ha, shoshmasangiz o'zi ham kelib qolsa kerak. Atak mana shu nomerda. Hozir borasizmi? Yo'q, bir ikkita qarayman. Yana bir ikkita variant topib. Bizdan Uy bozordamiz hali ham. Yakshanba kuni. Eslatma tariqasida aytyapman, soat 2:38. Obedgacha ishdan bitkazib ketdinglar. Obeddan keyin turishinglarning hojati yo'q. Mana hech kim yo'q mana. Mana hech kim yo'q. Faqat uy egalari, tak maklerlar, yarim soatda uy egalari kelib turibdi. Yarim soat yo'l oladiganlar kelib turibdi. Shu bilan bugun kun ham tugaydi. Qaranglar, hozir sizlarga anaqadan zo'r variant ko'rsatamiz Alepadan. Qaranglar. Здравствуйте. Как вы, девушки? Что у нас есть новости? Есть новости, есть несколько вариантов. Микрофон, да? Да, есть несколько Свежие, вариантов. которые актуальны. Да, смотрите. Дайте мне, я вам туда на монитор покажу. Камера. Челанзар, Скажите, ага. 15 квартал, ориентир София, 244, без ремонта. Ага. Готовая, без мебели, без ремонта, готовая под ремонт. Под Балкон, ремонт готова, да, ага. балкон 1,5 на 6. Ага. 53 500 окончательно, срочный вариант. Aha. Срочный вариант. Да, срочный Bu вариант. Khrushchevka variant bo'ladi. Ikki xona ichma-ich bo'ladi. 4 etajdan 4-etaji bo'lyapti. 52 kvadrat metrli. Vanna tualet alohida bo'ladi. Zo'r variant. Olib qolsanglar bo'ladi. Как думаете на цену? Хороший вариант, да? Отличный вариант, отличный вариант. Челанзар, 23 квартал, 235, Мгм. разделка. Угу. Ориентир Ширин, Гижеван. Ага. 3-й этаж. Угу. Чистенько зайти, жить можно. Цена договорная. Это Чистенький стартовая ремонт. цена. Да, чистый ремонт, зайти, жить На можно. ипотека пойдет? Нет, На ипотека наличие? нет. Там только наличка. Fotografия. Фотографии, да, есть. Если Mana shu nomer yozsanglar, rasmini, lokatsiyasini Telegramdan tashlab beradi, xudo xohlasa. 58 ming boshlang'ich narx kami bor. Faqat narx pul asosida sotamiz. Toza holatda kirasizlar, yashaysizlar yoki olib arendaga tashlab qo'ysanglar bo'ladi. есть еще также Челанзар, 25 квартал, 455, евро ремонт.
Там живут квартиранты, сдаются за 650. Вот. Уходить они, если квартиру покупают, квартиранты могут также остаться. Ага, Мебель, ага. техника, евроремонт там. Хорошо. Ага. А ориентир что сказали? Ориентир у нас 25-й квартал. Дракон. Бывший Kafe? дракон. Ha, Beshik Drakon. Eski Drakon yonida 4 xonali, 5 etajdan 5-chi etajida yevro remontli uyimiz sotilyapti, ichida ijarachi bilan. Sotib olasiz, sразу foydadasiz. $650 ijarada yashayotgan klienti bor ekan hozirgi paytda. 81 ming boshlang'ichlar kami bor. 4 xona. Вообще katta 92 kvadratli. Также есть срочный вариант. Сергели 4, ориентир метро Турон. Прямо рядом метро. 92 квадрата. Ремонт только сделали. Уже готовые, заходи, живи. Срочно продают 76 тысяч. Хорошо. Xuddi shunaqa planirovka, xuddi shunaqa etaj, xuddi shunaqa kvadrat, faqat bu Sergelida bo'pti. Pul arzonroq Sergelasi, Chilonzorga nisbatan. Endi lokatsiya har doim rol o'ynaydi. Yevro remont tugagan. Kirasida yashaysizlar, расходi yo'q. Uyda hech kim ham yashamaydi. Holingizga saklatdan keyin kalta beraveradi sizlarga. Holingizga afalnidan keyin kalta beradi. Bir kun ichida afalni nominalga o'tkazib beradi. Pastdagi nomer bilan telefon qilaverasizlar. 76 ming boshlang'ichi. Ko'rsatgan hamma uyimizning narxi boshlanishi bo'ladi. Kami bor. Uyalmasdan, tortinmasdan telefon qilaverasizlar. Сейчас. У меня Ага. на все. Сейчас Да? вот у моей коллеги Да. есть. Так, срочный вариант. Мирзоулбекский район. Однокомнатная с большим балконом. 42 квадрата. 56 тысяч. Обратите внимание, очень интересное предложение. Parkenskiy bozor, Yashavatskiy rayon bo'ladi. Ориентир Salkovskiy Prekoskasi bo'ladi. Ресторан ретро. Restoran retro. U yerda yuradiganlar biladi o'zi. Bir xonali birinchi etaj, 5 etajga dom. 2.6 balkon, fransuz planirovka bo'ladi. 56 ming. O'zi u yerda narx-navo shunaqa, lokatsiya o'ta qimmat bo'ladi. Tak, bir xonali dollar, buni sotib olsanglar 400, 500, 600 dollarga olib chiqsanglar bo'ladi. Remontga qarab, mebel texnikasiga qarab. Bu yerda tam nikdo живет. Там сейчас, да, никто не живет. Borasizlar olasizlar, nominalga o'tkazib olasizlar. Olasizlar arendaga, olasizlar yashashga. Так, ну давайте еще вот вариант. На Чиланзаре 13-й квартал. Двухкомнатный кирпичный дом. 54 квадрата. 55 тысяч стартовый. Торг уместен. Квартира без ремонта. Локация Фархадский базар. Bu yerda sizlar uy sotib olmaysizlar, bu yerda sizlar lokatsiya sotib olasizlar. Remontini o'zingizlar qilib olasizlar. Biz remont 55 mingga, o'tgan safar 57 mingga ham 56 ming 500 ga chiqdi. Hozir sizlarga 55 mingga chiqazamiz. Ko'rasizlarmi? Obuna kuzatib tursanglar, arzon uylarni Xudo xolasa mana shu qiz bizga taklif qiladi. Tez remont bo'lyapti, 2.6 balkon va fransuzskiy planirovka. И pastda telefon nomerlar. Есть еще у вас? Пока все? Да? Пока на сегодня. Хорошо. Bugungi Xudo xolasa mana shu uy ekan. Kecha bilan uy olib ketganmiz. Variantlarni uylar makoni davomimiz ko'p variantlarni shu yerda olamiz. Bular ofitsial ishlaydi, nalog to'laydi, xat hujjatlari joyida, QR kodlari, pul to'lov usul hammasini shu o'zida hal qilib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda bunaqa kam sanoqli ofitsial ishlayotganlar, qonuniy ishlayotganlar kam. Bir mikrofon sizda bo'lib turadi, savol bersam javob berib turasiz. Yaxshi. Qaranglar, sizlarga uy bozordan Toshkentdan gaplashyapmiz. Men o'zim Qoraqalpoqdanman, Mang'itdan, Tarazimdan, yonida Mang'itdan. Oyapamiz ham kelibdi, sotacaq ekan. Sotilayotgan uyingiz nereda? 10 kvartal, Chilonzor 10 kvartal. Chilonzor 10 kvart. Necha xona sotyapsiz? 3 xona. Necha etajga dom, nechinchi etaj? 6 etajga dom, novostroyka, 2 etaj, 3 xona, ichini hamma narsasi bilan. Mebel texnika, kir mashin hamma narsasi bilan. Televizor, hamma narsa. Faqat срочный sotishimiz kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun sotchakmiz. Хорошо. Ya'ni orientir nima bor yonimda? O'zi uni yonida Megaplanet bor, Shuhrat Prekroskadan qatortala qayilganda Megaplanet bor, to'g'risida mo'yka bor. Mo'ykadan shunday daqiqa chiqqanda Megaplanet Atlas. Atlas. Shunday yuqoriga chiqqanda yo'li u tarafida. Novostroyka. 53 kvadrat. O'zi uni biza $1500 korobka holida olganmiz, ikkinchi etaj va shu 3 xonaga bo'ldirib, chiroylatib remont etib, taxlaganmiz. Tualet vanna alohida 82 ming deb turibmiz. Albatta kelishib,
agar o'zlarimiz odamlar bo'lsa domam netib beramiz chunki срочный sotchakmiz Qara, shu sotib olgan odam uni qancha arandaga qo'ysa bo'ladi? $600 qo'ysa bo'ladi bemalol Hozir biz $600 yashatyapsizda. ha ukam yashab turibdi o'zim oldimda Ha, tak, uy sotib olib arenda tashlab qo'yadigan xaridorlarimiz bo'lsa, kuzatuvchilarimiz bo'lsa, mana shu kenayimizni, uyni olib qolsanglar ham tavsiya qilaman, olib qolsanglar bo'ladi. Uyi shartnomasi qo'limda turibdi, oldi sotish shartnomasi. Uyimiz 2021-yili oldi sotib bo'lgan ekan, ipotekaga ham gapirsak beramiz bo'ladi. Ipotekaga beramiz chiqadi. ipoteka Tak, yana nima gap so'rasak bo'ladi sizdan? hamma Rasimlari narsasi bor, bor shartnomasi o'zim bor. oldimda Ko'chirmalari bor, mana hamma ko'chirmalari narsasi bor. bor propiskada yo'q Deganlari nol bor, o'zingizda? yo'q o'zimiz сразу оформление etib propiskadan shu kuni chiqib ketamiz problema joyi yo'q Xorazmdan uy ko'rayotganlar bo'lsa, Xorazmni o'zimiz zemlyaklab oladigan bo'lsa, kelishib beraman deyaptilar. Telefon turasizlar. Короче, Toshkentdamiz. Chilonzordan chiqonali kerak bo'ladigan bo'lsa, Parus Apnis oldida 8 etajga dom, 8 etajga. ikkinchi yo'q 6 etajli dom ikkinchi etaji 2 xonali, 3 xonali qilingan lifti bor. bor bor Remont mebel texnikasi. Hamma narsasi bilan sotilyapti. 80 2000 kelishtirib beramiz kami bor. Telefon nomeri. degan odamlar ha Ayting telefon nomeri. telefon nomer Xohlas o'zingizni bering yoki uy bo'yicha ha 94li 94 115 115 41 48 41 48 ga telefon qilasizlar, uy haqida ma'lumot olasizlar. Sizlar bilan Makler Akmal oldinda qo'ysa sizlardan chiqmasin, telefon qilaverasizlar. Uyingiz ham tez yaqin kunlarda sotilib ketsa iloyimiz. Rahmat, bo'pti. Ketdi. Bu tapa bilan yana uchrashik. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте вам микрофон. Пожалуйста, вот. Да. Это, да, субботничный вариант у нас. Да. Qaranglar, mana skrinshot qolinglar yoki videoni pauza qilib ko'rib olasiz. В чем у нас информация дайте? Это находится 5 минут от метро Чиланзара. Двухкомнатная квартира, 5 этаж, 9-этажного дома. 1 на 7 балкон. Комнаты раздельные. У нас есть общий коридор. Вот, квартира составляет 62 квадрата. Да, вот полностью планировочка. Ипотекой будет. Цена 68. Все документы к нотариусу готовы. Прописка 0. За сколько можно арендовать? Да, можно. Аренду можно поставить, если поставить всю мебель и технику, можно под аренду сдать за $500 спокойно. Да, для семьи. Kimgadir rasm kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu uy bo'yicha telefon qilasizlar, sizlarga rasm nakasi tashab beradi. 20A kvartira, 2 xona, 5-etaj, 9-etajga. Dom 1 7 balkon bo'ladi. Xonalar alohida bo'ladi. Planirovkani tushunadigan bo'lsangiz, mana liftdan kelyapsiz, общий koridor. Koridorda bu yoq sizlarniki bo'ladi, bu yoq boshqa qo'shnilarniki bo'ladi. Kirdinglar, koridor, vanna tualet раздельный, торцевой, это торцевая квартира? Только один торец. Uyimiz торцевой bo'ladi, bu spalniy bo'ladi, bu yerda zal bo'ladi. Va oshxona balkonga qo'shib olsangiz, studiya formatda oshxonalar ham katta bo'ladi. Комнаты раздельные. Komnata, xonalar alohida, vanna tualet alohida. Соседи очень хорошие. Да, u yoqma qo'shni deyishgan, qo'shni ham Очень важно. Еще есть, да? Ну и вот вчера. Вот. Говорит, подержу. Давайте. Да. Так, Кулюк 5. Да, говорите. Кулюк 5 продается Матонат, да. Да, метро 139, 30 квадратов. Ремонт будет через 10 дней готов. 38 500. Qaranglar, bu Qo'yliq Sergelskiy rayon bo'ladi. Qo'yliq 5-massivdan boshlab Sergeliga o'tib ketadi. Qo'yliq 5-massiv, orientir Matonat metro bo'ladi. Yonida benzin kolonka bor. Yonidagi 9 etajli dom. Yonida poliklinika ham bor. 3-etaj. 10 kunlarga xudo xolasa siz pul yig'ib olib kelaman deganingizcha uyga tayyorlab, kal topshiradigan holatda olib kelib qo'yamiz. Mana shu nomerlarga telefon qilaversa, narxi boshlanishi 38500. 30 kvadratli lift yonidagi kvartira bo'ladi. Puliga va kvadratiga zo'r narx. Arenda tashlab qo'ysangiz ham oynani ochasiz, metro ko'rinadi. Французская планировка. Да, frantsuzskiy planirovka. Telefon qilaverasizlar. Rahmat.
Qaranglar, uy bozorda shunaqa zo'r takliflar chiqyapti. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mikrofonda turib tursin. Savol bo'lsa berib turasiz. Omonmisiz, tuzimisiz? Qanday bo'lyapti aka? Tafsilotlar qanaqa uy bozor bo'yicha? Yaxshi, hozir variantim bor, mana o'shani berib ketdim. Birinchi kishingizmi, oldin ham keluvdingiz? Yo'q, birinchi Nima sotyapsiz aka? 3 xonali uy Sergeli, 8 hududda. 8 3 xonali. Novostroykami? Da, Novostroyka. Novostroyka. Necha etajga, nechinchi etaj? 9 etajkani 4-etaji 95 kvadrat metr. O, katta ekan. 3 xonada bo'lsa? Da, 3 xona. Ha, kadastr, ko'chirma, Hamma narsa bor. olti sochlar hammasi bor. Remontlar qanaqa aka? Remont o'sha gos remont, asvejayshi qilingan yaqinda. Yaqin o'zingiz asvejat qildingiz. O'zi yashayapsizmi, ijarasi bormi? Arrendatorlar turibdi hozir. Turibmi, qanchadan yashayapti? O'zi 1 yilcha bo'lib qoldi. Yo'q, puli qancha? 450 ming. 450 dan yashayapti. Qanchada bo'lsa aka uyi? Hozir 100 so'rayapmiz. Kelishtirib berasiz. O'sha joyida gaplashamiz. Gaplashamiz. Zaklar bilan kelsanglar, pul bilan kelsanglar, kelishtirib beradi akamiz. Uy rasm lokatsiyasini so'raganlarga tashlab beraverasizmi? Telefon nomeringiz nechi? 91 91 162 0708. 0708. İsmingiz? Tohir. Tohir akaga telefon qilaverasiz. Sergeli uy so'raganlar bo'lsa, $450 dan ijarachi yashayotgan klientim bor ekan. Tohir aka, iloyim uy sotilib ketsin, suhbatimiz shu yerda to'xtaydi. Mabodo men orqali uy bukam, uy olaman deb kelib qolsa, notariusini tekin qilib berasizmi? $50 bo'ladi. Uni bo'ldi. O'shanda men orqali kelganini bilasiz. Bo'ldi. Qaranglar, mendan kim uy olsa, notarius ekan. Farqi kim olsa, men kerak bo'lsa uni sotuvchini uy egasiga bo'yniga qo'yib beraveraman. Men orqali borsanglar, men orqali menni olganinglarni aytsanglar. Faqat meni ham kursga solib turinglar, ketyapsizlar, olasizlar, men xabardor qilib tursanglar, notariusini tekin qilib beraman.